Ba'zan odamning taqdirini katta fojialar emas, bitta mayda gumon sindiradi. Ba'zan bir og'iz aytilgan tuhmat butun bir oilaning ichiga olov tashlaydi. Eng dahshatlisi esa shundaki, kecha birovning boshiga kulfat solgan odam bugun aynan o'sha kulfatning ichida o'zi qovuriladi. Mana shu hikoyada ham yurakni larzaga soladigan haqiqat bor. Adolat ba'zan kechikadi, lekin kelganda odamning ko'zini ochib, vijdonini tilkapora qilib keladi. Bu film boshidan oxirigacha faqat voqealar zanjiri emas, bu insonlarning ichidagi yashirin urush. Bir tomonda hovli, meros, vasiylik, manfaat va qarz botqog'iga botgan nafs turibdi. Ikkinchi tomonda esa ayollarning sabri, onalarning qo'rquvi, kechirimning og'irligi va begunohlikning achchiq sinovi. Shuning uchun ham har bir sahna tashqaridan oddiy ko'rinsa-da, ichkarida juda katta ruhiy silkinish yashirin. Avval boshdayoq ma'lum bo'ladiki, ayrimlar uchun bola ham, mehr ham, oilaning tinchligi ham ikkinchi darajada. Ularning ko'z oldida faqat markazdagi hovli turibdi. Ana shu hovli uchun yolg'on ham mumkin, sud ham mumkin, bolaning taqdiri bilan o'ynash ham mumkin. Bu yerda pul oddiy ehtiyoj emas, u allaqachon odamiylikni yutib yuborgan ochko'zlikka aylangan. Qodirning ichki dunyosi aynan shunday ochiladi. U odamlarning ko'z yoshini ko'rmaydi. U faqat qarzdan qutulish yo'lini ko'radi. Eng qo'rqinchlisi, u bu yo'lda haqiqatni emas, foydani himoya qiladi. U uchun rost bilan yolg'on orasidagi chiziq yo'qolgan, chunki vijdonini allaqachon manfaatga almashtirib bo'lgan. Shu paytda boshqa uyda butunlay boshqa fojia kechmoqda. Zarina zaiflashib shifoxonaga tushadi. Tashqaridan bu oddiy salomatlik bilan bog'liq holatdek tuyuladi. Lekin aslida bu ayolning ichki yolg'izligi, sog'inchi va bosimi tanasiga urgan zarba edi. U faqat ovqat yemagani uchun emas, ichidan yemirilib borgani uchun yiqildi. Homilador ayolning qo'rquvi boshqacha bo'ladi. U o'zi uchun emas, ichidagi jon uchun qo'rqadi. Zarina yonida erini topolmagan, suyanadigan mehrni his qilolmagan, lahzada ruhiy jihatdan bo'shashgan. Uning uyga ketkim kelyapti degan holati aslida devorlarni emas, muhabbatni sog'ingan qalbning nidosi edi. Nodir kelganda esa qizning rangi birdan o'zgaradi. Chunki ba'zi ayollarni dori emas, e'tibor tiriltiradi. Ba'zan bitta yaqin odamning kelishi butun shifoxonadan kuchliroq malham bo'ladi. Bu o'rda yana bir chiziq juda chuqur ochiladi. Kumri mahalla oldida boshini egib yurishga majbur bo'ladi. Kecha boshqalarni ayblagan, boshqalarning sha'nini yerga urgan ayol bugun o'sha og'riqning ta'mini o'z og'zida sezadi. Odamlar uning ortidan kuladi, eski qilmishini yuziga soladi, masxara qiladi. Eng ta'sirlisi, u bu safar avvalgi Kumri emas. U javob qaytarmaydi. O'zini oqlash uchun baqirmaydi. Boshqalarga hujum qilmaydi. U sukut qiladi. Mana shu sukut juda katta o'zgarish belgisi. Chunki ilgari uning ichida g'urur, jahl va kibr yashagan bo'lsa, endi u yerda pushaymonlik uyg'ongan. U birinchi marta boshqalarga yetkazgan azobning naqadar og'ir ekanini yuragi bilan his qiladi. Totiniso bilan Kumri o'rtasidagi sahnalar filmning eng kuchli ruhiy qatlamlaridan biri bo'lib qoladi. Bir paytlar dushman bo'lib ko'ringan ikki ayol bugun tamoman boshqa nuqtada turibdi. Totiniso unga sabrni, vaqtni va toza vijdon kuchini eslatadi. Bu oddiy tasalli emas, bu azobni ko'rgan odamning azob chekayotgan odamga bergan chin yordamidir. Totiniso Kumrini sindirish o'rniga ko'taradi. Ana shu joy filmning axloqiy markazini ochadi. Ba'zan haqiqiy g'alaba qasos olishda emas, kechira olishda bo'ladi. Kumri ham shuni tushunib boryapti. U endi himoya izlayotgan ayol emas, jazoni qabul qilib, o'zini ichidan tozalamoqchi bo'layotgan ayolga aylanmoqda. Uning dushmandan suyanchiq topishi taqdirning eng achchiq, lekin eng adolatli sabog'i. Rustam va Jamila chizig'i esa bu ziddiyatli dunyoda umidning tirik ekanini ko'rsatadi. Rustam ishdagi adolatsizlikdan charchagan, ichiga yutgan, kurashish istagi so'nib borayotgan erkak sifatida ko'rinadi. Lekin Jamila uning jimligini zaiflik emas, ichki charchoq deb tushunadi. U erining dardini gapirtiradi, yonida sherik borligini his qildiradi. Bu yerda muhabbat baland gaplar bilan emas, yelka bo'lish bilan ifodalanadi. Jamila nafaqat mehribon ayol, balki ongli, matonatli
va oilani saqlab qolishga qodir inson sifatida ochiladi. Ayniqsa asal masalasida bu yanada aniq ko'rinadi. Vasiylik ustidagi tortishuv oddiy huquqiy ish emas, bu bolaning kimning bag'rida tinchlik topishi haqidagi kurash. Jamila o'zini emas, asalning baxtini o'ylaydi. Kerak bo'lsa, chekinishga ham tayyorligini bildiradi. Ana shu lahza uning naqadar sof qalbli ona ekanini ko'rsatadi. Rustam esa uning ortidan qat'iy turadi. U bir narsani juda yaxshi tushunadi. Qog'ozdagi ona bo'lish boshqa, qalbdagi ona bo'lish boshqa. Shuning uchun u Jamila va Asal o'rtasidagi rishtani himoya qiladi. Bu rishta qonun bilan emas, muhabbat bilan qurilgan. Gulchehra va Oybek yo'nalishi esa filmning nozik, iliq, lekin ichida og'ir iztiroblar yashiringan tomonidir. Gulchehra o'tmishdagi yo'qotishlarini unutmagan. U avval yo'qotilgan farzandlar og'rig'ini yuragida ko'tarib yuradi. Shu sabab bu homila uning uchun oddiy quvonch emas, qo'rquv bilan aralash umid. U qornidagi bolasiga ichidan gapiradi. Chidashini, kutishini, hamma narsa shu bola uchun ekanini aytadi. Bu sahnalar juda sokin, lekin o'ta kuchli. Chunki onalik ba'zan shovqin bilan emas, tun yarmida hech kimga eshitilmaydigan pichirlarda namoyon bo'ladi. Oybekning ichkilikdan uzoqlashishga urinishlari ham tasodif emas. U ilk bor o'zini emas, tug'ilajak farzandini o'ylay boshlagan. Bu erkakning o'zgarish yo'liga kirganini anglatadi. Davronning kelib, o'tgan qarorlarini qayta baholashi ham shu oiladagi shifo jarayonini chuqurlashtiradi. U kech bo'lsa-da bir haqiqatni tan oladi. Ba'zan inson o'z farzandini asrashni yaxshi niyat bilan xohlasa ham, haqiqiy najot qayerdaligini vaqt ko'rsatadi. Filmning eng og'ir va eng kuchli nuqtasi esa yo'qolgan taqinchoq atrofidagi gumon bilan boshlanadi. Hamma narsa juda tanish manzarani eslatadi. Buyum yo'qoladi. Ko'zlar darrov Kumriga qaraydi. O'tgan gunoh uning bugungi begunohligini yutib yubormoqchi bo'ladi. Bu yerda film bizni juda nozik haqiqat bilan yuzlashtiradi. Odam bir marta xato qilsa, jamiyat uni abadiy o'sha xato bilan eslab qolishga tayyor turadi. Hatto u tavba qilsa ham, o'zgarsa ham, ko'pchilik unga ikkinchi imkoniyat bermaydi. Kumri uchun bu lahzalar jazodan ham og'ir. Chunki u endi o'zini oqlashdan oldin o'tmishdagi qilmishining aks sadosini eshitadi. Boshqalar unga qanday qaragan bo'lsa, u ham ilgari Tatinisoga xuddi shunday qaragani ko'z oldiga keladi. Ana shu o'zini o'zi sud qilish jarayoni filmning eng kuchli ichki dramatizmi bo'lib turadi. Habibullohning shoshqaloqligi, ayrimlarning darrov ayblov tomonga og'ishi, Xolidaning onasini himoya qilishi, bularning barchasi bir narsani ochib beradi. Haqiqat topilmaguncha odamlar asl xarakterini yashira olmaydi. Kimdir dalil izlaydi, kimdir eski adovatni kavlaydi, kimdir vijdon bilan gapiradi, kimdir esa gumonni haqiqat deb sotishga urinadi. Aynan shu paytda oqsoqollik, aql va adolat ovozi eshitiladi. Shoshmaslik, dalil kutish, bitta xato qilgan odamni umr bo'yi shu xatoga mixlab qo'ymaslik kerakligi aytiladi. Mana shu gaplar filmning yuragi. Chunki bu hikoya faqat Kumri haqida emas, bu har bir inson haqida. Har birimiz bir kun gumon bilan hukm chiqarish xatosiga tushishimiz mumkin. So'ng haqiqat ochiladi. Taqinchoq o'g'irlanmagan, u shunchaki tirqishga tushib ketgan. Bitta mayda parcha oltin deyarli, yana bir ayolning sha'nini, yana bir oilaning tinchini, yana bir uyning kelajagini vayron qilay deb turardi. Agar o'sha narsa topilmaganida, Kumrining peshonasiga o'g'ri tamg'asi yopishib qolardi. Farzandlari bosh ko'tara olmay yurardi. Balki bir uy yana parchalanardi. Film aynan shu nuqtada juda katta haqiqatni aytadi. Ko'z ko'rgan narsa ham, quloq eshitgan gap ham har doim rost bo'lavermaydi. Eng xavfli narsa gumon emas, gumonni dalildek qabul qiladigan insonning shoshqaloqligidir. Kumrining tun yarmidagi iztirobi esa bu filmning eng unutib bo'lmas hissiy cho'qqisi bo'lib qoladi. U birinchi marta chin ma'noda Totinisoning o'rniga o'zini qo'yadi. Ilgari u bergan zarbaning kuchini endi o'z yuragida his qiladi. Va eng hayratlanarlisi, u bundan qochmaydi. U buni o'z jazosi deb qabul qiladi. U aynan shu azob orqali poklanayotganini his qiladi. Erining ham unga ishonishni boshlashi esa katta burilish. Chunki ba'zan ayol uchun dunyo ishonmasa ham,
bir yaqinining ishonchi yetadi. Kumri o'zgarishi bitta gap bilan emas, boshini egib, dardni yutib, kechagi gunohini bugungi ko'z yoshi bilan tan olishi orqali isbotlanadi. Film oxirida hech qanday baland shovqinli yakun yo'q, lekin yurakni qattiq siqib qo'yadigan xulosa bor. Bu hikoya bizga yana bir bor eslatadi. Haqiqiy dushman har doim tashqarida yurmaydi. Ba'zan dushman insonning ichidagi kibr bo'ladi, ochko'zlik bo'ladi, shoshqaloq hukm bo'ladi, boshqalarning ko'z yoshini his qilmaydigan qattiqlik bo'ladi. Kimdir hovli uchun kurashaman deb odamiyligini yo'qotadi. Kimdir bola uchun yashayman deb o'zini o'zgartiradi. Kimdir kechirim berib ulug'lashadi. Kimdir esa azob tortib inson bo'lib qaytadi. Va engachchiq, eng go'zal haqiqat shu bo'lib qoladi. Tuhmatning toshi baribir aylanib, egasining o'z peshonasiga uriladi. Lekin kechirimning nuri ham albatta yo'l topib, insonning qoraygan qalbiga kiradi. Shuning uchun bu hikoya tugagandek tuyulsa ham, uning og'riqli nafasi uzoq vaqt yurakdan chiqmaydi.